Balandligi bitta trekker bilan bir xil, lekin puli Tigo'dan ham arzonsan elektromobil olasizmi? Yo Xojonaga, yo bo'lsam yoshroq o'g'lingiz bo'lsa, mahallada nomponga chiqib kelishga olsangiz ham bo'laveradi. Ko'rib turganlaringdek oldi o'rdasi o'sha pochta haykal bilan adinkadan bir xil qilingan. Eng asosiysi bu Xitoy zborka bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda yig'ilgan emas. Bir boshdan hozirgi paytda bitta Tigo'ning puliga elektromobil sotishyapti ekan. Eng zo'r tomoni konditsioner, pechka, parktronik, kamera, 3 tadan monitorigacha bor ekan. Bitta baho berasiz. Tigo'dan katta, Sparkdan bir xil desalaring ham bo'ladi. Videoga bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, eng so'nggi ixtiro usta. Bizda har xil bema'ni beta'sir narsa bor. Faqat sizga kerakli narsalar chiqadi. O'shaning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizga motivatsiya bo'ladi ko'proq video ishlash uchun. Bir boshdan bo'lmasam, xuddi mana shu elektromobilimizni ko'rib chiqamiz. Birinchidan boshlaymiz. Olib kelavering. Xo'p, plus minus qilib gapirmaymiz, borini gapiramiz. Birinchi minusi menga nimasi yoqmadi? Sideniyasi. Damas sideniyasi yo'q shu ekan. Biz endi mashinamizni o'lchab basmiz, qo'limizdan kelganicha gapirib beramiz. Mana. Qaranglar, mana katta monitori bor. Katta 1, 2, 3 ta monitor. Arsamat keling, endi o'yin tushuntirib bering. Baribir bu sohada skuter o'zi kelganmiz. Arsamat sizlarga to'liq A'dan Y'gacha tushuntirib beradi. Biz baribir bu bolachalik tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, aka qayerga keldik? Xo'p, endi eshikni ochib ichidan ko'rsatishni. Endi eshikni ochib, aka akkumulyator bo'yicha eng katta shuni temasidagi mashinalar bo'yicha kattasi shu aka. Xo'p, bunda keyin ham baloni tormozli bo'ladi. Bitta tormoz o'tgansa ham balon birdaniga qisadi aka. Xitoyda zborka bo'lgan eng katta motorli, maksimal mosh tezligida 60 ga chiqadi aka. Narxini aytdingizmi? Yo'q, narxini aytmadim. Aka ishlari ham bor, mana betlar sepilgan. Bir ikki joyda zo'r qilib mehri talab aka. Lekin mashinadan minsa ham bo'laveradi aka. To'ppa-to'g'ri. Narxi $2750 aka. Nomerimizni videoda ichi joyga yozib qo'yamiz, aka sotuvchi olib qo'yamiz. Bu. Chunki hozirda o'ziga kamida 3-4 odamga baraka olib ketyapti. Aha, bu. Inovativ Pastda kommentariyada qoldiramiz nomerni. Negativ bo'lish keragi yo'q. Buni oladiganlar aka, yosh katta odamlarga aytam, masjidga chiqqani qiziqmasligi uchun juda komfortli zo'r aka. O'zi minib ko'rdingiz? Ha, konditsioner pechka. Bitta olib chiqib ichini ko'rsating, o'tirib. Mana keling aka. Mana bo'yingiz necha? 176 aka. 176 mana. Ko'rib Aka men qarang, kattaligini endi men qarang. Aka u kodni qo'yatda katta ekanman, men qarang. İçini ne qilasiz? Sideniyani oxiriga surib olgansiz. Men qarang. Orqasida beyin bor. O'zi eshikda o'zi haqiqatda Porschega o'xsha kichkina ekan. To'g'ri. Boshda yetib olyapti. Super salon aka. Rosa mehr talab aka. Minamizmi? Minaylikmi? Davay aka. Bitta bo'ldi. 2000 videomiz mintalar qilsa minamiz, mana. O'zam bitta minib sizlarga ko'rsatib beramiz. Zapas xodi qancha buni? Aka egalari 200 deyapti aka. Aha. Biz aka bugun hozir bitta akalarimiz zagrad ishlashyapti hozirda o'zida. Ha. O'sha akamiz uchun men beramiz. Obunachlarimiz uchun men beryapmiz o'zi aka. Bu, qani bitta yuring chiqqani bu mana D ga oldingiz. Bunaqa sonni kam uchraydi aka. Monitorigacha bor. Nihoyatda. Aka pulim bo'lganda o'zim olardim siz o'zi aka. Zo'r ekan. O mashina kelyapti. Chunki nima desa bo'ladi, ayollar meni oladida aka. To'ppa-to'g'ri. Keyin achinmaysiz bunga. To'ppa bitta pul baylab bergan-da. Pul baylab bergan aka. Jigulida yaxshi, issiq Bu endi akkumulyator pul aka. Akkumulyatorda hozir nima desa bo'ladi, litiumli eng katta akkumulyator qo'yilgan. Kamida hozir elektrikga boradi $2000 akkumulyatorga uni taydi. Lekin yana ham o'zingiz holati zo'r yuribdi. Erta ketsa ham $1000 akkumulyator qo'ysangiz yana ketaveradi. 500 ga qo'ysangiz yuraveradi bu skuter. Ovozi hech qanaqa mana ko'ryapti. Daraxt-daro degan narsalar yo'q. Minib ketyapmiz akalar. Tezligi zo'r. Roli ham aka. Mosh tezligi 60 ta tezlik aka. 60 to'ppa-to'g'ri. Damasga olamiz hozir. Undan xavfsiramaysiz. Mana 60 o'zim bosib chiqdim, 60 gacha chiqdi. Mana bemalol mashinalarni avion qilib o'tib yuribmiz. Buni haydash uchun kategoriya B kerak, обязательно aka. Ha, nomer taqish kerak bunga. Aha. Nomer taqmasligi ilojisi yo'q aka. Endi asosiysi bu endi ko'proq ayollar, yoshi katta hojona, oshga borib kelgan, o'sha aytib o'tganingizdek, masjidga, mahallada aqabaqa borgan, shahar ichi. Ertanman aka, ertanman hamma odam o'sha bomdodga ertanman moshani hayda yugurishga erinadi, ovozidan bola cho'chib uyg'onib ketmasin deyshadi. O'shani hisobiga bu aka zo'r narsa. Xo'p, zapas xodi qancha yuryapti, Arsamat? Sizga aytishgani. O sizga ham kecha keldi. 200 ishda aka. Bitta zapravka bilan 200.
Necha soat zaryadkada turish kerak to'lishi uchun? 8 soat qo'ydik manimcha aka. 8 8 soat qo'ydik, ancha 100 soat bo'ldi. Men aniqini bilmadik aka. Ya'ni kech payt qo'yib qo'yiladi. Ha, kech payt qo'yib berdik. Biz aka o'sha ertadan hozir sizlar kelganlaringga oldik. 200 kilometr yuradi. Ha, o'sha deyishdi. 150 yursa ham. 150 yursa nima? Yursa ham zo'rda aka. To'ppa-to'g'ri 150 yursa. 100 yursa. Tomlari bor qaranglar, yomg'ir qordan asraydi. Pechkasi bor mana, konditsioneri bor ekan. Mana smartfonlari bor, bluetoothlarni ulab telefonda ashula qo'yib ketdi. Mana. Hamma yo'g'i bor-da aka, hamma yo'q. Endi o'sha puliga yarasha 2700 ni qancha dedingiz? 2750. 2750 do. Dastavkalari qanaqa bo'ladi endi? Dastavka hamma yoqqa pulli aka. Hamma yoqqa pulli. Ya'ni kelishilgan. Endi o'zimizni Marg'ilon territoriya bo'lsa, generalni xohlaganlarni berishadi aka. Egalar tarafidan muammosi yo'q, kelishib olishadi aka. Hamma narsa berishadi. Xudo xolasa, ya'ni dokument sohada ham kelishsalaring bo'laverar ekan. Mana ko'rdinglar, menda hech qanaqa hadavoyda ishi yo bo'lmasa yurishida ishlari yo'q. Mana ko'rib turganlaringdek kelib spokойно to'xtadik. Xo'p. Opa, tushaylik. Keyin aka kech payt metlar yonadi aka buni. Ha, buni ichlari yonadi. Ha, aka men videosini ko'rsataman. Men o'zingizning sahifangizga, Instagramingizga qo'yaverdingiz-a? Ha, aka nihoyatda go'zal. Juda chiroyli bo'lib yonar ekan ichlari. Ha, Instagramda skuter videosidan chiqardim, ichini qarang. Ha. Bu qaranglar ichlarini. Kech payt nihoyatda chiroyli ko'rinadi akalar. Ha. Faralari, hamma yo'lari ishlaydi akalar. Motor ishi, akkumulyatorda ish, xudo xohlasa qattiq ishi yo'q. Aha. Faqat ko'rinishiga odamlar sarf qilishsa demasam yo'q aka. To'ppa-to'g'ri. Hech qanday masalan nuqsoni yo'q. Xudo xohlasa o'zim o'sha 3 kun bo'ldi va 2 kun bo'ldi olib minib yuribman. Bugun aka oldik. Endi kilometrni aniq o'lchaganimiz yo'q. Bizga kelishidan oldin egalar 70 km yurdi. Biz o'zimiz 70 km yurdik. Bu ham bir haftada bo'lib yurilgan kilometrda. Danniki boshqa kilometr bo'ladi baribir. To'ppa-to'g'ri. O'shani inobatga olishadi. Xudo xohlasa ayb nuqsoni yo'q aka. Tay toza, asosiysi aka. Nomerda opsiya bilan kommentariya qoldiramiz, avtomat bo'lmasa aloqaga chiqsin ha. Agar ulgib qolsa, ha, hali mizg'ovlashib aka, unaqa qilishmas, iloji boricha shuni olish. Rangi oladiganlar qilibsiz. Nima qilishsin? To'ppa-to'g'ri. Ma'lumotlar aytyapmiz, hamma yo'qni aytib o'tdik. Kelibdi-da like bosib qo'yasizlar, hamda shunaqa arzon, non-ponga chiqib kelgan elektromobil yoqtar ekan tashlab jo'natib qo'ying.